Qorneli usta akalarimiz burchaklarni qotirib 38 cm devorlarni chegara tomonlarini o'zi taxlashni boshlashdi. Молодцы. В целом paka ishlarimiz yaxshi ketyapti. Narigi tomonni hozir ko'rsatamiz. Bu yoq tomonda ham burchaklarni ko'tarib qo'yishibdi. Bu burchaklar ham ko'tarilgan, chotga chiqibdi. Endi shunga qarab dalish terishadi. Bu obyektimizda sesmalarni qo'yib tashlabdi usta akalarimiz yarmini. Qolganini apolovka tayyorlab turishibdi. Bugun qo'yishadi. В целом obyektimiz normalni chiqib ketyapti. Xudo xolasa sifat chiqib turibdi. Inshaalloh shu zo'r obyektlarni topshirib yuboramiz egalariga. Olishotlarni boylab apolovkalarni qotirishyapti. Maksimum darajada